Assalomu alaykum. Sizlar bilan Sadi TV kanalidan Sodirjon. Sizlarga imzo kompaniyasi sifatli ish romlari haqida ma'lumot berishda davom etamiz. Bu galgi ma'lumotimiz tayyor joydan. Juda ham ko'p joylarda montaj qilingan, g'ishli holatda, qumsuv holatda qilamiz. Bu yerda esa yashashga tayyor holatda. Eng qizig'i, bu yerda high-tech fasollarga 6 metr ishlatganmiz. Ham terma 65 eshiklari. Video davomida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatish davom etinglar. Video ma'lumotimizni boshlaymiz. Ko'rib turgan obyektimiz juda ham chiroyli. Farg'ona viloyati, Bog'dod tumanida. Bu obyektimizda oldi tomon high-tech bo'lgan. Mana mehmonxona, xullas profillar ma'lumotini boshlaymiz. Ko'rib turgan profilimiz 6 metr 3 kameralik Sheffieldskiy seriyada bugungi kunda juda ham urfga kirdi. Ko'rishingiz mumkin. Jigarengsiz jigar emas, kulrangsiz kulrang emas. Aralashma. Bu tomonda o'zining teksturasi bor. Oynalarimiz energiya tejovchi titan. Ko'rishingiz mumkin, vodoslivlari bor va tashqari tomon ko'pchilik nimaga atlif qo'ymaysan deydi. Atlif o'rniga mana granitlarimiz bor. Bizda emas, lekin granit o'sha sotishadi maxsus tashqariga. Diagonal qarlar qanaqa chiroyli. 1 kvadrat metri bugungi kunda 120-130 dollar atrofida boshlanyapti. Energiya oynalari bilan 3 ga bo'lib o'rta ochilish qilganmiz. Dizayn fasollarni o'zim chizib berganman. Mana bu yerda eshigimiz esa terma 65. 6,5 sm kosa qismi 6,5, bo'yi 7,3 bo'ladi qanot. Ochilish-yopilishlari juda ham zo'r. Idealni. Chatlankalar bilan qaranglar qanaqa chiroyli turibdi. Tepada framonga qo'yganmiz, sabab bo'yi balandligi uchun. Endi mana bu tomondan ko'rishingiz mumkin. Terma 65 1 kvadrat metr 250-260 dollar atrofida chiqadi. Shatlanka plus minus yana qo'shilishi mumkin. Bu tomon maska setga qo'ygan kelgandim, sizlarga video qo'ygandim. Bu tomondagi rom ham xuddi shunaqa. Romda eni bo'yi 180, eniga esa 160. Splashnoy fasonda 186 metr chiroyli chiqadi. Mana bu tomonda esa bizning asosiy fasad qismimiz. Bu yerda mijozimiz bilan kelishgan holatda 6 metrdan hisob-kitob qildim. Terma 65 dan, terma 78 dan mijozimiz ham yomon, ham sifatli, ham chiroyli ko'rinsin dedilar. Mana shu enaga keladigan bo'lsak, 185, 190, bo'yi esa 270. Tepasidan, pastidan bitta bo'g'ib, o'rtadan gluxoy katta qilganman-da, ikkita chekkaga ochilish. Mana shuni tepaga ko'chirganman. Ko'rishingiz mumkin. Ochilish yopilish. Mana qo'yganimizga pashti 2,5 yil 3 yil bo'lyapti mana. Tekis holatda. O'ta chiroyli, energetik tejovchi oynalar bilan zo'r turibdi. Bu tomon yana bitta splashnoy holatda bu eshigimiz. Mana buni ham kvadrat metr o'rtacha o'sha mana 120-130 dollar atrofida boshlanib ketaveradigan profilimizdan. Asosiy kirishimizda bu yerda o'zgartirish aytganman, mijozimiz mana bu yer katta panorama edi. Aytgandim, bu tomonda uzilishlar qilganmiz. Keyin shunga ikkita chekkaga eshik qilaylik, ikkita chekkaga rom qilaylik, o'rtaga eshik qilib, tagiga joy qilaylik desam, qana bo'ladi-da? Men chizib berdim. Akamizga ma'qul keldi. Xuddi shuni tepaga ham ko'chirganmiz. Mana yaqindan ko'rsataman. Mana shunday holatda. Endi bu yon tomon ham xuddi shunaqa. Idealni chiqqan. Sokullar qora, Sheffieldskiy qanaqa chiroyli, mana ko'ringlar. Bu tomonimizni ham qo'yib berganmiz. Idealni qilib, endi mana orqa tomondagi romlarni hozir ko'rsataman. Orqa tomon ham juda chiroyli. Orqa tomondagi fasad old tomon bilan farq qiladi. Buni fasadi qaranglar qanaqa chiroyli. Bu termoizolyatsiya bo'lgan. Akamizning ishlari bor. Xullas, mana shu obyektni noldan pol oxirigacha bitirib bergan akamiz bor. Nomerlarini ham yozib qo'yaman. Mana shunaqa uy quraman desalaring, akamizga bog'lansalaring, yerdan tortib g'ish, beton, eshik, rom hammasini akamiz bilan uyg'unlashgan holatda qilamiz. Dizayn fasollarni mana shu akamiz bilan maslahatlashib qilamiz. Ya'niki fasad qismi granit, bu kishi o'zi mutaxassislari santexnika bo'yicha nomeradi. Telefon raqamlarini yozib qo'yaman, bog'lansalaring, mana shunaqa uyni noldan qurib beradilar. Mana shu qancha ketganini ham o'sha o'zlariga aloqasi bilan aytadilar. Mana ko'rishingiz mumkin orqa tomondagi holatda. Endi ichkaridan bitta rom ko'ramiz. Xo'p, shu o'rinda yana qo'shimcha ma'lumot, akamiz santexnika ishlariga qanaqa deb o'ylaysizlar, mana qaranglar. Har bitta issiq suv, sovuq suv qandaylar? Bitta san'at asari noldan boshlab o'zlari terib ketadilar. O'zlarining komandalari bor, hammasini qilishadi. Misol santexnika bilan bitta cheklanib qolinmagan, ko'rishingiz mumkin. Endi mana bu yerda qaranglar, kichkina bachok, katta bachok, mana bitta qo'shimcha epani regirovka qilib turadigan tuklar, hammasi nazorat. Akamiz raqamlari bir tomonda qo'yib ketaman, ko'rsanglar, bemalol bog'lansalaring, noldan vodiy bo'ylab bemalol xizmat qilishaveradi. Xo'p, yana qo'shimcha akamiz mana bu tomonga tashqi oshxonani qaranglar. Men o'zim hozir Chorvoqdagi eng qimmat dachalarda kuniga 1000 dollarlik dachalar bo'ladi-ku, kamida. O'shanaqa dachalar turgandek his qilyapman. Ko'rishingiz mumkin, qaranglar. Polni qop-qora. Bu terma granitmi bu qanaqa? Ha, hozir hali nima ish boshlanmagan, lekin tayyorlangan. Qaranglar. Mana ishlovlar bilan bo'lgan. Akamizga bog'lansizlar, aytayman, mana shunaqa yerda topshirasizlar, xuddi shunaqa chiroyli komplektatsiyada uyda qabul qilib olasizlar. Bu tomonda fasadga qaranglar, mana bu tomonda hali suriladigan oynalar bor, 100% yakunlanmagan orqa tomon. Oldi tomon polni bitgan. Xudo xolasa mana ko'rishingiz mumkin. Endi esa uyda ichki qismini bitta ko'ramiz. Mana terma 65 eshigimiz xona ichkarisidan. Bu tomonda mana bitta katta panorama romni ko'rsatay, qanaqa ochilish yopilishini. Parda ortidan mana 6000 trillion rom qaranglar, yerdan boshlangan, splashnoy detskiy bezapasiz qilingan. Bu tomonda qanotlar mana rotoswing qora ochilishi.
6000 trio romini ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r. Bir tomonga oddiy, bir tomonga divanni qo'yganmiz. Yopilishi. Divan mexanizmlari mana. Bu esa yonga ochilishi, Fornax mexanizmlari. Bu esa yopilishi. Juda ham ideal holatda. Qo'rqmasdan buyurtma qilsanglar bo'ladi. Xudo xolisa ichki dizayn interyerlar ham juda zo'r ishlangan. Orqa tomonlar mana romlar ideal holatda. Hozir biz bu yerga setkalarni qo'yib berdik. Mana setkalarni ko'rishingiz mumkin. Sinak setkadan foydalanilgan, rom ochiq turibdi. Bemalol issiq suvda himoya qiladi. Ochib qo'yganda pasha kirmaydi. Top-toza turadi. Podikoniklarimiz ranglari ko'rishingiz mumkin. Shu o'rinda yana bitta ma'lumot ko'rishingiz mumkin. Mana bu tomonda ikkinchi etaj bor. Ikkinchi etajga biz nima tavsiya qilganmiz? Mana shu ko'rib turgan joyimiz rom edi. Biz eshik qo'yganmiz. Mana hozir ko'rsataman. Pardani ochib eshik qo'yganmiz. Eshikning ochilishi. Bu tomonda mana katta ikkinchi etajda dam oladigan bitta sahna bo'lgan. Mana o'zgartirish nima qilganman? Mana u kelganda mana bu tomon tagi bo'g'ilgan deraza edi. Men tepasi bekira tomir akadim. Mana bu tomonga eshikni ochaylik. Mana bu katta terasa desak ham bo'laveradi. Mana ko'rib maza qiladigan holat tepadan yon tomondan. Like bosinglar, sizlarga ham xuddi shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolisa Imzo kompaniyasi xizmat qilishda davom etamiz.